Hurmatli asalarichilar, mana yangi mavsum boshlanyapti. O'zbekistonda hamma nimalarda yangi yil, yangi asal uchun kurash boshlandi. Shuni munosabat bilan barcha asalarichilarni, barcha asalari ishqibozlarini tabriklasham joiz bo'ladi deb so'rayman. Shu bilan birgalikda mana shu bugundan boshlab asallarni boqish sirlari, ularni qanday qilib yaxshi parvarishlar, ulardan yuqori mahsulotga erishish to'g'risida o'zimiz tajribamizni aytib o'tamiz. Shu bilan aytish kerakki, bu soha birinchi boshlanish emas. Insoniyat shu eng qadimiy jonivorlardan biri. İnsonlarga foyda keltirgan, hamma joyda qayd etilgan, butun dunyoda e'tirof etilgan asal mahsulotini ta'rifiga til ojiz. Hamma joydan asalni dunyoning barcha go'shalarida o'shani qadr qimmatini bilishadi, o'shani qadrlashadi. Lekin shu bilan birgalikda ana shu dasturxonlarni bezatadigan, kasallarga shifo bo'ladigan asallarni qanday yetishtirish, ularni qanday ko'paytirish bo'yicha qancha tajribalar, bilimlar bo'lsa shunchalik ortib kelyapti. Mana 7-8 yildan beri biz ham asalarichilik bilan shug'ullanamiz. Tog' sharoitida tog' asali yetishtiramiz. Ana shu o'tgan davr mobaynida biz o'zimiz erishgan tajribalarimizni, to'plagan tajribalarimizni hammasini shu asalarichilar bilan o'rtoqlashish, shu bilan birgalikda bizni tajribamizdan foydalanib, oz bo'lsa ham foydalarga ishlasa, mahsulotlari ko'paysa, asalari sog'lom ishlashiga sharoit yaratilsa, eng muhimi toza va asl tabiiy toza aslni yetishtirib bo'richagi bizning fikrimiz, mulohazalarimiz, tajribalardan foydalansa biz albatta xursand bo'lgan bo'lardik. Nima demoqchiman? Mana shuni boshlashdan oldin men juda ko'p o'yladim. O'ylashimning sababi shuki, qancha shu sohada ishlasangiz, har kuni bir yangi tajriba, yangi bir bilim, yangi nimaga erishasiz. Ana shu darajaga yetguncha men birinchidan o'zimizni ustoz asalarichilar bilan shug'ullandim. Domla Otaxon Abduvaliyev boshchiligidagi tashkil etilgan to'garaklarda qatnashdik. Asallarga bag'ishlangan kitoblardan, qo'llanmalardan foydalandik. Bundan tashqari ijtimoiy tarmoqlar orqali ukrainalik asalarichilar, rossiyalik asalarichilar, qolaversa o'zimiz O'zbekistondan aka-uka Yahyojon va Murodjon nimasi, Marg'ilonlik asalarichi Murodjon nimasidan keng foydalandik. Onda sonda bo'lsa ham ijtimoiy tartib turadigan boshqa asalarichilik tajribalarini hammasini puxta o'rganib, ulardan o'zimizga foydasi bo'ladigan, to'g'ri deb topilgan narsalarni qo'llashga harakat qildik. Shu bilan birga aytmoqchimanki, biz o'zimizga xos ayrim tajribalar yetarli bo'ldi. Nima deganda, hamma bilimlar to'plangan ilmiy adabiyotlarning hammasi ham kimnidir tajribasiga asoslangan. O'sha tajribadan o'tgandan keyin natija bergandan keyin shuni asalarichilar qo'llab kelishadi. Ana shularni hammasini nima qilib, mana qanday qilib asalni yetishtiramiz? Mana shu endi yangi mavsumdan boshlab birinchi nimaga e'tibor berish kerakligidan foydalanib, asta-sekin o'zimizning tajribalarimizni yetkazib berishga harakat qilamiz. Shundan birinchidan kimga ozgina bo'lsa ham foydali narsa tegsa, albatta xursand bo'lamiz. Ikkinchidan bizning tajribamiz kamlik qilsa, yetarli bo'lmasa, biz ko'rsatgan sohada boshqalarga ko'proq tajribasi bo'lsa, bilimi bo'lsa, o'zlarining fikr mulohazalarini mana shu kommentarlarga berib borsalar, yana yaxshi bo'lardi. Nima deganda, maqsad birlashib, ko'payishib, maslahatlashib, tajribamizni ko'paytirib, shu yetishtirgan mahsulotlarimizni yana ko'paytirgan holda asallarimizni betalab qishloqdan chiqarish, ularning mahsulotlarini, hosilligini oshirish borasida har qanday ishlarni qilishga qodir bo'lamiz. Bu birinchidan. Ikkinchidan, mana shu 21-asr davomida hamma soha bo'lgandan keyin asalarichilik sohasida ham ko'proq ximaga e'tibor berish, ana shundan foydalanishga hatto e'tibor berilyapti. Men o'ylaymanki, shu bilan birgalikda xalqimiz ming yillar davomida qo'llab kelgan, ota-onamiz qo'llab kelgan o't-o'lanlar, giyohlar orqali asallarning kasalliklariga qarshi kurashish, uning ashaddiy dushmani bo'lgan varroa kanasiga qarshi kurashdagi xalqimiz degan tajribalardan foydalanib, toza, tabiiy, ekologik jihatdan ham toza bo'lgan mahsulotni xalqimizga yetkazib berishga harakat qilamiz deb o'ylaymiz. O'ylaymizki, biz ko'rsatgan narsalardan to'g'ri foydalanishadi, to'g'ri qabul qilishadi. Ayrim kamchiliklar bo'lsa, yetishmovchiliklarda kommentariyada fikrlarini bildirish degan fikrdaman. Hozir birinchi ayni bahor boshlangan, asalarilarda o'sish davri boshlanganini aytish kerak. Ablio degan narsalar boshlangandan keyin
Shunda birinchi qiladigan ishimiz nima? Ana shularni bitta asalari oilasi misolida ko'rsatib berishga harakat qilaman. Ma'lumki, erta bahorda asalchilarning ishlari asosan o'shani abyot bo'lishini, asallarning uchib chiqishini ko'rib, o'shanga nisbatan asl bir chora tadbirlar berish kerak. Shu bahorda qilinadigan asosiy ishlarning bittasi asalarichi emas, oilasini bir reviziyadan o'tkazib, o'shalarning tagini tozalab, ortiqcha bo'lgan ramkalarni olib zichlashtirishimiz kerak. Nima deganda, qishda asalariga unchalik sovuq ta'sir etmasa, hozirgi bahorga boshlanib rasplot berish davri boshlanganda asalari uyasi imkoni boricha issiqroq tutish kerak. Shu bilan birga qishda namlik yuqori bo'lsa, asalariga halokatiga olib kelsa, bahordagi namlik unga yordam qiladi, zararga ishlamaydi. Shuning uchun biz harakat qilamiz. Birinchidan zichlashtirishga, ortiqcha bo'lgan ramkalarni olib tashlashga, asallarni yanada to'sqinroq qilishga, o'rab qo'yishga harakat qilamiz. Nima deganda, birinchidan bu nima uchun qilinadi? Yangi tug'ilayotgan rasplot berish boshlangan paytda asalari agar biz shuni issiq qilmasak, atrofini o'ramasak, o'sha rasplotni o'sish uchun asosiy kuch-quvvatini sarflaydi, tashqariga uchib chiqishga ulgurmaydi. Bu esa asallarchining faoliyatiga salbiy ta'sir qiladi. Shuning uchun birinchidan zichlashtiramiz, ikkinchidan yaxshilab o'raymiz, uchinchidan shu bahonada asallarni oilasini agar ovqati yetmaydigan bo'lsa, qandi yoki sirup orqali o'shani ovqatini qo'shib qo'yishimiz kerak. Demak, birinchi qilinadigan ishimiz reviziyani boshlaymiz, ko'rib chiqamiz. Kasal bo'lgan shu nimada bahorgi oylarida keng tarqaladigan kasalliklardan nazematoz va askeferoz kasalliklariga qarshi kurash choralarini ko'rishimiz kerak. Hozir birinchidan qiladiganimiz bitta oila misolida ko'rib chiqamiz, o'shani zichlashtiramiz. Keyingi nimalarimizda keng tarqalgan nazematoz kasalligi bilan askeferoz kasalligini oldini olish bo'yicha o'zimiz tajribamizni ochamiz. Biz hozirroq mana shu asalari oilasiga qanday qo'yib chiquvdik. Ovqati yetarli bo'lganligi uchun unchalik buni qandini olishmabdi. Lekin bu kerakli narsa. Osh qolgandan ko'ra, ovqat ortiqcha bo'lsa, bu zararga ketmaydi. Mana asalarimiz oilada bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta, oltita, yettita nimada ramkalarda arilar joylashgan. Bu hali ko'rsatkich yomon emas. Yaxshi oilalardan bitta hisoblanadi. Ichidan quyilgan yon taftini olamiz. Eski quyilgan plastinkalar endi kerak emas. Bularni yangilashimiz kerak. Bularni olib tashlaymiz. Asal arilar bezovlarni sal tutaymiz. Mana birinchi ramkada ovqati ham bor. Arilarni nimasi ham yomon emas. Tekshirishni davom ettiramiz. Mana ikkinchi nimada ham ovqat bor, lekin biz uni qo'shimcha sifatida qanday qo'yganmiz. Uchinchisida ham ovqat bor. Arilarimiz ham yomon emas. Mana shu ramkada ovqat deyarli yo'q. Arilar bor. Bu ramka endi bizga ortiqchalik qiladi, shuning uchun bu nimani olib tashlaymiz.
Bu ham xuddi shunaqa ovqati kam, ramka yengilgina. Buni ham olib tashlaymiz. Hali tuxum tashlamagan. Ramkani qo'yamiz. Yerli boş ramka. Onu tashlaymiz. Shunaqa qilib mana 7 ta to'rttasi qolyapti. To'rttasini jishlashtiramiz. Yon taxtini qo'yamiz. Nimalarga boshqa xolstirlarga nisbatan salafan xolstrini qo'ysak yaxshi bo'ladi nima deganda endi issiqni ham tutadi, namligini ham tutadi. Qandini joyiga qo'yamiz. O'ylani yana ishtiroq tutish uchun yoniga yana bitta yon taxta qo'yamiz. Imkoni boricha o'ylani issiqroq urashga harakat qilamiz. Shu bo'yicha bitta oilada qiladigan ishlarimiz tugadi. Buning maqsadi shu. Birinchidan zishlashtirish, ortcha ramkani olib tashlash, ikkinchidan issiqroq tutishga harakat qilish. Mana bu oilada kamchilik hozir topilmadi. Hali bu yerda rasplov qo'yilmagan. Bizni So'x tumani sharoitida hali sal ertaroq. Shuning uchun rasplov berishni kutamiz. Hurmatli azizalar, e'tibor bergan bo'lsangiz, mana bu yerda qo'yilgan nimalar oddiy gazeta bor. Keyin hali shu vaqtda bir nimasi palin gorka degan bu o'zini hidi bilan ham davolash xususiyatiga ham ortiqcha namlikni ushlab oladi. Shu qish paytidagi namlikni oldini olish asalariga juda yaxshi saviyada. Bir necha yillar tajribamizdan ko'rinyapti. Mana shu ikkala narsa asalar oilasini quruq bo'lishiga, mana ko'ryapsizlar, quruq joyda pul joyi yo'q, nam joyi yo'q. Bu esa asalari o'yisi uchun nihoyat yaxshi sharoit. Shuning uchun boshqalarni ham mana shu ikkala narsani qo'llashga tavsiya etadi. Bu o'zi yoz paytida yig'ib olingan, mana shunaqa o'rab qo'yilgan. Mana hozirgi paytda ana shunda asalari oilasida namlikka qarshi kurashish ham o'zini hidi bilan, ham o'zining nimasi bilan asalari o'yiga musbat ta'sir qiladi. Foydasi katta bo'ladi. Rahmat. Mana shu aytilgan narsalar bo'yicha fikrlaringiz, mulohazalaringizni komment tashlasizlar degan umiddamiz.
Yoqsa like, yoqmasa dislike qo'yinglar. O'z fikrlaringizni aytsa birgalikda tajribani o'qib olishamiz.